Tatlı tuşlar mevsimi. Bir qartning dört oğlu. 3. qism. Tiynoq olgan yerga barsa ne ko'rsin, ne tiynoq, ne de qiz. Episi yo'q olgan ketganlar. Kiyev qizni tamam bir yil qidira. Keti, cho'l o'rtasida ko'kka aralashgan bir saray ko'ri. Bu olsa qizning sarayidir, deb tushuni. Sarayga kirajak ola amma ne kapı ne de pencere. Kirmege bir delik tapalmay. Son bir kichkina delik tapadi, shundan ichari kiri. Ichari kirib, baqsa ne ko'rsin, o'zining qadini bir qart qurtqaning boshini baqib o'tira. Qiz xo'jasining kelganini shu arada duya. Bu sarayda ondan boshqa 40 qiz da qapavli yata ekan. Kiyevning qadini bu 40 qizning birisini, "Janim, qart anayning boshini sen qarasa, men pek bo'ldirdim", dey. Anavi qiz, "Qo'jani keldingmi yo'qsa? Sening chiroyingda bir boshqalik bor." Qisqasi, qiz bu taklifni qabul etdi, lekin "Sening qo'janni bizga da ko'rmak mumkin emasmi?" deb so'ray. Kel zaman, ket zaman kelgan Kiyev o'z qadinining bir ara topib ko'rishadi. Kiyev qadindan so'ray. "Qurtqaning joni qayda?" "Qurtqaning joni uzoq bir yerda. Uni Temir Arslan degan birisi saqlab o'tira. Anda bir qaz bardir. Qazningda 4 yumurtasi bardir. Ana onun joni shu yumurtalarining ichindadir." Kiyev qadinina: "Siz bir darya oldi, onu tag'irdata beriniz. Eğer qurtqa boshim og'iradi desaydi, saqin to'xtatmaniz", deb chiqib ketdi. Tamam bir yil yurgan so'ng Kiyev Temir Arslanning to'raq yeriga keldi. Anda kelmazdan evvel bir cho'bonga rast keldi. Kiyev cho'bonga: "Mening urbalarimni oldi, yuvib ketir. Sana bir avuch oltin berarim." Shu yerda edi, peshin adag'an oltinni beri. Cho'bon Kiyevning urbalarini yuvmaga ketdi. Ketganda qo'ylarni bog'chaga yubormamasini rijo etdi. Lekin u buna boqmadan qo'ylarni bog'chaga yubordi. Buni ko'rgan Temir Arslan keldi. "Yigit, atish kerakmi, to'tish kerakmi?" "Men uzoq yo'ldan kelim, yorug'im, yarim tutishurmiz", deb javob berdi Kiyev. Qo'ylar o'tlab o'tga to'yalar. Aydab chiqarajaq olsalarda, qo'ylar bog'chadan chiqmaylar. Kiyev sabah ochilgani kabi Temir Arslanning qafqaga tutuna, lekin bir-birlarini yenisholmaylar. Temir Arslan: "Hay, menim anavi qo'mran qo'yni ashasamda, sana ko'starir edim ama." Kiyev yajda: "Hay, men bir manavi qalaqay ashasamda, sana ko'starir edim ama." 3 kundan so'ng ular bir darast kelishilar. Qo'y sahibining qizi qo'mran qo'yning etidan qavurma va balaban bir mayliq qalaqay hazırlay. Artindan qaymoqli qaveda pishiri. Kiyev yash ashni ashay va qavesini ichi. Ondan so'ng Temir Arslanni yeni. Uni o'ldiri, Temir Arslanning sarayi bus-butun g'ayib olib ketdi. O'rtalikqa tek bir demir sandiq qala. Bu sandiqning ichida de qaz qapalı tura ekan. Kiyev qazni sandiq ichidan olib so'ya. Yumurtalarning birisida ikkisini ikki chebini qo'yadi. Qo'y sahibining evine bora. "Ko'ziniz aydin, Temir Arslanni o'ldirdim", dey. Butun jamoatini chaqirib, "Bu qo'ylar bir odamning degildi, butun jamoatining olacaktır. Bularni erkes o'z maliday qo'llanacaktır. Eğer kimde qo'ylarni bo'ylab qo'llanmasa, men o kishini parcha kesak ederim." Kiyev atini minib, egmelerini bo'ynina asadi, qizlar olgan sarayga keldi. Barib baqsani ko'rsin, anda sarayning tashida qolmagan. Qizlar qurtqaning to'garagida darya chalib o'tira ekanlar.
o barib qurtqaga yumurtalarini ko'stari. Qurtqa: "Vay balam, menim janimni qaydan aldin? Uni menim o'zime bersi?" dey. Keyin shu yerda yumurtalarni uradi sita. Qurtqa da shu yerda olib ketdi. Butun qizlar qurtlar evli-evlariga qaytalar. Kiyevda yanidan 40 kun, 40 gece to'y etib, o'z apayni qavushar. Tatlı tushlar mavsumi.